menga qara. Kuf suf dam solaman. Kuf suf jonni olaman. Yetolmaysan baribir. O'zimniki qilaman. Kuf suf dam solaman. Qara, kimga kuf suf qilib yotibsan sen? Ayoq Dam solaman, o'l solaman, go'r solaman. Ayoq bitta trend og'izdirasizmi, yo'qmi? Kimga dam solib yotibsan sen? Dam solgan. Seni o'zingga dam solish kerak. Keyin shu senga dam solgan domlaga ham dam solib, uni o'chim ko'mib kelish kerak. Mana ham kuf suf dam solay berib, mana Fatma mamam ham mana sochlarni qayirib oldi. Undan ko'ra shuni ham oldi. Sen ham borib ikkaling bir-biriga dam soldirib kelsang, birovning vaqtini keyin o'g'irlamaydi. Ayo, bu shunchaki trendni nima yutasiz? Trendingni o'ziga shu dam solmagan bo'la. Bir kam endi shu ishing qoluvdi-ya. Ayo, bu trend chiqargan ana qizlar qo'shiq aytgan, men o'zimdan chiqarganim yo'q. Qo'shiq aytgan qizni qorg'ong. Menga qara, qon chiq, menga qara. O'sha chiqargan qiz men yoqqa chiqib o'zini taylasa, sen ham tayla. Bor banetda tushgan po'qini yesa, sen ham borib o'sha tushgan po'qini ye. Evile trendingga tushay seni. Normalniy tuzuk ish qildim, dam solaman, go'r solaman, pul solaman deguncha. Evile, ana shu dam solaman deb mana Fatma mamam ham hammanikiga dam solib yuribdi.